Assalomu alaykum o'rtoqlar, nima gap sizlar? Bugun mana shu ko'rib turganinglardek katta time frame'dagi PDF'dan kichkina time frame'da tasdiq olishni o'rganamiz. Stop qayerga qo'yish, TP qayerga qo'yish hammasini full top down ko'rsatib beraman. Real bozorda ham bitta misol ko'ramiz. Bu video ko'rganinglardan keyin agar shu meni tasdiq endi men ko'proq shuni ishlataman, почти faqat shu model bilan bilsa bo'ladimi, nima desa bo'ladi. Shu tasdiqlar orqali entry qilaman bozorda ko'pincha. Agar sizlar ham faqat shu tasdiqni ishlatib, shu narsa orqali tasdiq olib entry qilsanglar, win rate'lar juda ham oshib ketadi, win rate yaxshi bo'ladi. Bu bozorlariga qaysidir stoplardan asrab qolsam bo'lmadi. Короче, borib ko'p gapirmay boshladik. Hop, mana ko'rib turamiz. Bu high time frame PDRA, bu katta time frame'dagi PDRA. Bunga nimalar kiradi? D1dagi FVGdan tasavvur qilinglar, D1dagi FVGdan H1da tasdiq kutasizlar. Va qachon entry qilish kerak, nimalar kerak bo'ladi entry qilish uchun ko'rib chiqamiz. H1 oxirida time frame alignmentni ham ko'rsatib ketaman. Masalan, D1da time frame'dagi PDRAdan H1da tasdiq olasizlar. H1dagi PDRAdan M5da tasdiq olasizlar. H4dagi PDRAdan M15da tasdiq olasizlar. M15dagi PDRAdan M1da tasdiq olasizlar. Yozib olsanglar qayergadir. Hop, qani boshladik. Tasavvur qilinglar. Ketdi tepaga. Birinchi bo'lazgina bu H1 time frame deb tursak, mayli H1 deylik. H1 FVGga narx tushdi. Sizlar shu H1 FVGda buy qarayapsizlar. Tasdiq olib buy kirmoqchisizlar. Hop, aytaylik narx sizlarni PDRAlarga tushdi. Tushdi sekin. Va sizlar nima qilasizlar? Hop. Tushganinglardan keyin ko'pincha birinchi impuls sweep bo'ladi. Birinchi reaksiya olgan joyi sweep qiladi. Sweep bo'ladi bu. Sweep bu early buyerlarni stopini oladi masalan. Mana shu impuls so'zda bo'ldi deb turib entry qilganlarni stopini oladi birinchi bo'lib. Hop, keyin sizlar nima kutasizlar? Albatta eng unaqa обычный tasdiqlardan bittasi MSS kutasizlar. MSS deylik. MSS bor. Hop, MSSdan keyin bizga nima kerak? Siz MSSni bilasiz deylik. MSSdan kirasiz, ko'pincha stop yozib ketadi. MSSdan keyin entry qildingiz, order block FVGdan entry qildingiz, o'tga stop yozib qo'ydingiz, TP oldingiz, taq etib sizni stop yozib ketadi, keyin ketadi. Hop, bunaqa vaziyatda nima qilish kerak? Hech qachon men maslahat beraman, MSS so'zidan hech qachon entry qilmanglar. Bu juda eng oddiy tasdiq. MSSdan keyin kirganlarni ham bozor mana bunaqa stopini olib qo'yishi mumkin. Hop, buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun MSSdan keyin biz nima kutamiz? ITL. Hozir sizlarga ITL nimaligini tushuntirib o'taman. Hop, narx keldi, MSS berdi. Qayerda bitta lowdagi stoplarni hal qilishga tushadi. Hop.
Ana shu yerda ITL hosil qiladi. ITL. Bu ITL bu stop losslarni yig'ishga tushgan lov hisoblanadi. Mana shu o'zidan oldingi lovni sweep qiladi. Sweep qiladida qaytib ketib MSS qiladi. Bu yerda bitta MSS kerak bizga va любой bitta low berib ketsana o'sha bitta lowni sweep qilgan lov kerak. Bu lovni sweep qildi deydi. Sweep qildida va MSS berdi yana. MSS berdi. Lovni sweep qilgandan keyin enter berish juda muhim. Bu yer hisobmas mountdan mount MSS berish kerak. Narx mana bu yerda MSS qilmasa sizda tasdiq yo'q. Bu ITL tasdiqlanmagan bo'ladi. Hop, MSS berdi. Keyin siz nima qilasiz? Keyin siz shuni premium diskount tortasida diskountdagi birinchi PDR'dan entry qilasiz. Masalan, order block deylik. Bunaqa joylarda ko'pincha order block turadi. Order block bor. Va biz stopimizni ITL, ya'ni o'sha sweep qilingan lowga qo'yamiz. Sweep qilingan lowga qo'yamiz. Bu bizga juda ham kuchli tasdiq olish imkoniyatini beradi. Va asosan eng yaqindagi liquidni target qilamiz. O'rtacha 2 error bo'lsa yetadi. Masalan, men ko'pincha 2 error ushlayman сделкani. Va entry qilasiz, narx keladi, entryni oladi va pulchi ketadi. Tushundinglar umiddaman sal bo'lsa ham. Bizga nima kerak? Low masalan narx low beradi, yana low beradi, yana low bersa, masalan bizga shu bitta lowni qaysidir lowni sweep qilib, keyin o'sha low sweep qilgan hayda MSS bo'lishi kerak. MSS. Mana shu MSS kerak va keyin narx dalchi mana shu PDRga kirib dalchi ketadi. Bu bizga nima kerak? Stop qo'yish uchun. Stop hech qachon mana bu lowga qo'ya olmaymiz. Bu asosan olinmaydigan lov hisoblanadi. Narx bu yerga kelishi kerak bo'lmagan lov. Enter qilasiz, stopingizni bu yerga qo'yasiz. Xullas, bozor shunaqa strukturada shakllanadi. Boshqa tushunishinglar uchun yana bitta boshqatdan chizib beraman. Mana qaytib tushuntiraman, esinglarda qolsin. Narx kelyapti, ozgina range bo'ladi. Masalan, bu target desak bo'ladi. Hop, narx kelyapti, PDRlar H1dagi PDRga birinchi откатni sweep qilyapti va keyin aytaylik MSS beryapti. MSS berdi. Bu yerda MSS berdi. Keyin nima bo'ladi? Keyin dальше yana ozgina kutasizlar. Bu order block FBGdan bu yerdan kirmaysizlar, chunki u yerdan kirish juda oson. Bunaqadan kirasizlar, ozgina kutasizlar. Narx bitta orqaga откат berib stoplarni yig'adi. Stoplarni yig'ib dальше ketadi. Bu yerda ko'p turmaydi. Asosan soyasi bilan sweep qiladi. Va ketib va bu yerda MSS beradi. MSS berdi. Va shunda sizlar MSSdan keyin bu bitta PDRdan enter qilsanglar bo'ladi. Mana bu yerda sizlar ITL deb olasizlar. Intermediate term low deyiladi inglizda. Hop. Keyin esa bozor entrylarni olibdi, TPga boradi. Tushungan bo'lsanglar, ya'ni target bu original consolidation deyiladi. Sen bu o'rgangan bo'lsanglar bilasizlar. Kelinglar shuni endi realniy bozorda ko'rib beraman. Realniy bugun entry. Entry qildim shaxsan o'zim. Qaysi parada edi? Eshmasam Euro NZD. Da.
Men kecha nimani kutdim? Bir kun oldin, juma kunimikin adashmasam, короче, mana shu Hashbirovidan ishladim. Lekin mening targetim hali olinmagan edi. Hop, hech bir time frame'da diskaunt, premium diskaunt bo'lsa, mana shu FBG'ni ko'rib qoldim. FBG'ni ko'rib qoldim. Va FBG'dan narx yaksa olishib tashladi. Targetim mana bu edi. Men targetim mana bu edi. Bu yer magnet zona edi. Keyin men hech bir time frame'dan M5 time frame'ga sakradim. M5 time frame'da nima bo'ldi? Aytganimdek. Mana bu birinchi MSS'dan men entry qilyapman. Narx kelmabdi-ku. Birinchi MSS'dan entry qilish опасно bo'ldi. Hop, nimani kutdim? Qaradim, narx ketdi. Nima bo'ldi? Narx yurdi. Harakat berdi, PDRAdan ozgina reaksiya oldi. Tepaga va sweep qildi mana. Sweep berdi. O'sha sweep berdi menga. Вот sweep. Ko'rsatib berganini. Keyin nima qildim? Sweep'dan keyin MSS kutdim. Sweep'dan keyin MSS berdi. Xuddi shu ko'rsatganimdek ketyapti hammasi. Ketadi, low yasaydi. Low'dan keyin sweep qiladi va MSS beradi. Va keyin nima qildim? Diskauntdagi orqadagi любой bitta bo'lmasa order blockdan olindi. Entry qildim. Narxni birinchi paysetga qo'ydim. Mana bu order block. Aytgan bo'ldi. PBga ham bor edi. ATP. Ikki errorlar ushladim, adashmasam mana shulargacha ushladim. Ikki error easy o'rtoqlar. Mana bu ITL bo'lyapti endi bizda. ITL. Mana bu esa do'stlar long term low. Hop, bizga ITL nimaga kerak? ITL bu stoplarni yiqqandan keyin impuls bu narxni уже bayga ketishga tayyor degan tasdig'i beradi. Shuning uchun bu low ko'pincha olinmasdan ketadi. Sizlar mana bu lowga, mana bu lowlarga stop pilani qo'ysanglar, ko'pincha stop oladi, chunki bu yerlarda boshqa bayga kirgan insonlarni ham stop losslari turadi. Mana bu IFVgani ham juda chiroyli ishlab berganini ko'rib turibsizlar. Xullas do'stlar shunaqa. Realniy bozorda test qilib ko'ringlar. Juda ko'p bunaqalar bor. Juda ko'p misollar bor, entry'lar bor. Shunaqa tasdiq bilan entry qilganlar juda ko'p. Kanaldan ko'rib olsanglar bo'ladi. Men masalan hozir mana ko'rsatib bersam ham bo'ladi. Mana narx kelyapti. Bitta low sweep qilib ITL yasayapti. ITLdan keyin mana ITLni naqa qilgan joyi sweep qilyapti. Order blockdan entry qilganman. Ko'rarsam 2 error easy. Xullas bunaqa misollarni ko'p. Mana yana. Oldingi misol. STL yasab kelyapti. Oxiri bitta low sweep bo'lyapti. O'sha low sweep qilgan MSS beryapti. Mana bitta yana low, yana sweep. MSS beryapti. Entry qilyapman mana bitta. Mana rasm o'chib ketibdi bu. Tipi mana. Mana tipi. Sweep qilyapti mana bitta. Mana shu yerga stop qo'yapman. MSS beryapti. Xullas o'rtoqlar shunaqa. Video tushunarli bo'lgan bo'lsa, dars tushunarli bo'lgan bo'lsa xursandman. Like bosinglar, komment yozinglar, tushunmagan joylar bo'lsa kommentda so'rasanglar tushuntirib olaman. Have a good day, brothers. Пока.